Do'stlar, hozir bu pritsepga sertifikat ham bermaydi. Rastamoshka ham qila olmaysizlar. Qilsalaringiz ham juda ham sizlarga qimmatga aylanib ketadi. Biz shuni ichida yuribmiz, ishonavering. Universal pritsep, ya'ni buni bortlarni yoniga tushirib qo'yib, tral sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Faqat tral bu juda ham baland. Ya'ni past texnikalarni перевозка qilsangiz bo'ladi. Ja katta, baland, ya'ni frontalniy pogрузчик, ekskavator ularni перевозка qila olmaysiz, kombaynni перевозка qila olmaysiz. Pastroq texnikalarni перевозка qilsangiz bo'ladi. Va undan tashqari konteynerni перевозка qilsangiz bo'ladi. Bunda armatura, xullas, любой og'ir yukni bunda tashishsiz bo'ladi, do'stlar. Universal texnika. Orqa lapalarini tushirib, texnikani tashishsiz ham bo'ladi va qolgan og'ir yuklarni tashishsiz ham bo'ladi. 60 tonna грузоподъемности, рабочий площадь, ya'ni uzunligi 14 metr ichdan. Nomerni qoldiraman, bemalol xarid qilsalaringiz bo'ladi, akalar. Hozir agar rastamoshka qilaman desangiz, buni juda bosh og'rig'isi ko'p. Sotilar ekan, sergilikda turibdi, akalar, bemalol xarid qilsalaringiz bo'ladi. Unaqasiga ham, bunaqasiga ham foydalanaverasizlar. Самое главное, o'zingizda galava bo'lsa bo'ldi. Mana har qanaqasiga foydalansangiz bo'ladi. Agar sizda tentovka bo'lsa, buni уже yo'nalishi bir xil, lekin bunda har xil yuk tashishsiz bo'ladi, akalar.